Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Avropa dövlətlərində elib barğan saylımı dünyanın dörd tərəfində jaranladı. Dünyavi mətbuatlar bəs-bəsdə xəbər qilishqa başladı. Hazırga qədər 16 xəbər kanalı alqış yağdırdı. Bu Şərq Türkistan sürgündə hökuməti və xalqıga ilham Fitnəçi buzğunçularni öz ichiga olgan barliq düşmanlarga zarba va alam bo'ldi. Bunda tafsili mazmunlarni diktonlarga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma, Bosh ministri Salih Xudoyor, Muavin parlament raisi Yarmuhammad Baratjon qatorliq Sharq Turkiston surgunda hukumatining mas'ullaridan tarkib topgan hay'at Sharq Turkiston surgunda hukumatining 9-navbatlik oliy qurultoy uchun millat vakillari kandidatlarini saylash maqsadida 6 ayning oxiri Yevropadagi davlatlarga xosiyatlik bir safar boshlatgan edi. Eng oldi bilan Shvetsiya, andin Belgiya, navbat bo'yicha Norvegiya, Fransiya, Gollandiyaga yetib berib, Sharq Turkistonlik qarindoshlar bilan quchoqlashdi, halming bo'lishdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati qurilgandan buyonqi boshdan kechirgan sarguzashtlarini, hukumatning siyosiy programmasi, tashkiliy qurilmasi, qo'lga keltirgan natijalari, duch kelgan va kelayotgan xiris dushmanliklarni o'ttirda laylab yurayotgan asossiz chiprandilarcha fitna fasodlarning sabablarini tushuntirib, hozirgi atalmish xalq saylimi shuarini to'lab, xalqning mingisini qaymoqtirayotganlarning amaliyotda iddisi sog'lom bo'lmagan, hukumatdan qo'g'lab chiqarilgan buzg'unchilar ekanligini dalil isbotlari orqali tushuntirib, xalqning kallasidagi tugunlarni yechdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Sharq Turkiston va uning xalqining manfaatiga haqiqiy vakillik qila oladiganligiga ko'zi yetgan Sharq Turkiston xalqi düşmanning o'yinlariga fursat bermaydiganligini, Sharq Turkiston surgunda hukumatiga ergishib, vatanning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qiladiganligini, xohlaganlari millat vakili bo'lishni orzu qiladiganligini bildirishdi. Saylam orqali har qaysi davlatlardan millat vakili kandidatlari saylandi. Garchi hukumat mas'ullari Shveysariyaga bora olmagan bo'lsa-mu, Shveysariyada Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Nurahmat Qurbon saylam o'tkazdi. Shveysariyadagi qarindoshlarning pozitsiyasi intayin qizg'in bo'ldi. Surgunda hukumatga ega chiqadiganligini, dushmanning qopqiniga dastamaydiganligini bildirishdi. Qitxo'rlarcha qilingan yolg'on yovdoq fitnalarning xalqimizning qutulishiga, davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga naqadar ziyon elib keladiganligini fahmlagan xalq ochiq-oshkora mantiqiga uyg'un radiya berib, matbuotlarda e'lon qilib, jeni chiqayotgan hayvondek tepchaklayotgan, aramsilanayotgan fitnachilarni yer bilan yakson qildi. Hukumat mas'ullarining Gollandiya ziyorati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash faoliyatiga to'g'ri keldi. Rahbarlar xalq bilan birga namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi xalqimiz duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikdan qutulishning birdan-bir yo'lining Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatidan qutulish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Buning uchun qat'iy iroda bilan gap so'z va ish harakatda samimiy bo'lib, izchil kurash qilish kerakligining ta'xirsizligini qayta ta'kidladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining oldiga kelganda tarixiy bir bayonot e'lon qilib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Sharq Turkiston surgunda hukumati advokatlari topshirgan dalil isbotlarga asosan o'z rolini joriy qildirib, Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy jinoyatchi katibashlarini jazolashi kerakligini, har qaysi davlatlarning Sharq Turkiston davosini qo'llashi kerakligini alohida urg'uladi. Yevropaga qilingan ziyorat Sharq Turkiston xalqini va hukumat mas'ullarini alohida suyundirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Yevropa davlatlarida elib borgan saylimi dunyoning to'rt tarafida jarangladi. Dunyoviy matbuotlar bas-basda xabar qilishga boshladi. Hozirga qadar 16 xabar kanalı alqış yağdırdı. Bu hal Sharq Turkiston surgunda hukumati va xalqiga ilham, fitnachi buzg'unchilarni o'z ichiga olgan barliq dushmanlarga zarba va alam bo'ldi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining keyingi qadamlarini kuchlik besishning asosi yaratildi. Xabarlar tugmani to'ri, Z5 xabar to'ri, bir raqamlik to'r al xabar to'ri, keyingi xabarlar xabar to'ri, Loqmat vaqti xabar to'ri, print xabar to'ri, Dav Discourse xabar to'ri, Filippin xabarlari xabar to'ri, Alayda xabarlar xabar to'ri, Irlandiya quyoshi xabar to'ri, ANI xabar to'ri, Xalqaro Ustal Barta 24 xabar to'ri, Yangi Karola xabar to'ri, Skandinaviya vaqti xabar to'ri, Maqola xabarlar tadqiqoti qatorli xabar kanallari 8 iyul kuni
Web India xabar tori 10 iyul kuni ayrim holda Sharq Turkiston sürgünde hökuməti Yevropada millet vekili sayılımını muvaffaqiyatli elib bardı degan temada e'lon qilgan xabarda izilgan Sharq Turkiston xalqiga umid, mustaqillik va qarshilikning chirig'i sifatida xizmat qilayotgan Sharq Turkistonning rasmiy vakillik organi bo'lgan Sharq Turkiston sürgünde hökuməti Yevropada sürgündəki parlament asasını küçəytiş, siyasi əhmiyyətini çoğunlaşdırış və yerlik millət vəkili kandidatlarını saylaşның Sharq Turkiston diasporasını gücləndirilganlığına alaqadar axbarat e'lon qilib, bu tarixi millət vəkili kandidatları sayılımının Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin 2023 yılı 11 ayının 10 günüdən 12 günügəcə Amerikanın Washingtonda ötküzüldüğün 9. növbətlik parlament umumi yığını və yeni hökumət rəhbərliyi sayılımının asası, yəni başlanğıcı bulunduğanlığını aytdı. Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin Cumhur Reisi G'ulom Osman, Baş ministeri Salih Xudoyer, muavin parlament reisi Yarmuhammad Baratjandan tarkib topgan heyət Sharq Turkiston diasporası yığınlarını chaqirib, demokratik g'oyani aks ettirdi. 22 iyundan 6 iyulgacha Sharq Turkiston heyəti Yevropada yashaydigan Sharq Turkiston diaspora jamiyatini ziyorat qilib, Sharq Turkiston xalqining tavranmas ro'yini namoyon qiladigan dinamik millat vakili kandidat saylimiga shohid bo'ldi. Hökumət vakillar ömiki yig'in tashkillash va ochiq muzokaralar orqali parlament saylimining ahamiyatini oydinlashtiradigan sahna hozirlab, sürgünde hökumətinin siyasi mənzirini şəkillendirişdə oynayan mühim rolunu təkidlədi. Vəkillər ömiki kelgusidagi parlament kandidatlarına qattiq şart qoydu. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasi bo'lishini, Xitoy va chet el axborotlarning singib kirishiga qarshi kuchli tadbirlarni qo'llanadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu tadbirlar diaspora jamiyatining murakkabligini tushundiradigan bo'lib, oldingi qitimqi saylamga ta'sir ko'rsatgan krizisning yana paydo bo'lishining oldini olishni maqsad qiladi. Vəkillər ömiki xalığanca təyinləşni əməldən qaldırıb, həqiqi demokratiyanın yeni dəvrini başladı. Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin Avropa dövlətlərdə elib barğan millət vəkili sayılımı adalet, erkinlik və müstəqillikə erişdiki tarixi abidə. Ular Sharq Turkiston xalqının təvrənməz iradəsi və təvrənməz ruhinin isbatı. Şvetsiyada ayollarni o'z ichiga olgan 8 nafar Sharq Turkistonlik parlamentga kandidat bo'ldi. Norvegiyadan 4 nafar kandidat millet vekili saylanıp, ötmüşteki seliştirganda görünərlik ilgirləş boldu. Belgiyada 4 nafar millet vekili kandidat saylanıp, görünərlik buruluşunu şekillendirdi. Keskin sual cevap ve münazirlerden keyin Fransiyada 5 nafar millet vekili kandidat saylanıp, Fransiyadagi Sharq Turkiston jamiyatining kuchini va ittifoqligini gavdalantirdi. Shveysariyada 6 parlament kandidati saylanıp, Sharq Turkiston sürgünde hökumetining Sharq Turkiston xalqining ovozini xalqarada kuchli yangritish imkoniyatini hozirladi. Gollandiyada 6 nafar parlament kandidati saylanıp, Sharq Turkiston sürgünde hökumetining xizmatlarini tavranmay qo'llaydiganligini bildirishdi. Sharq Turkiston sürgünde hökumeti Washingtondagi 9 navbatlik parlament va umumiy yig'inini nazarda tutgan bo'lg'achqa, bu yerlik parlament saylimining g'alabasi sürgündagi hukumatni Sharq Turkiston va xalqining haq-huquqi va mustaqilligini tashabbus qilish ko'rishini davomlashtirishga ilhomlantirdi. Sharq Turkiston sürgünde hökumeti rəhbərlərinin Avropa ziyarəti Gollandiyada axırlaşdı. Bu 5 iyul Ürümçi qırğınçılığını xatırlaş günüge to'g'ri keldi. Hökumət məsulları xalq bilan birlikdə Ürümçi qırğınçılığını xatırlaş fəaliyyətiga qatnaşdı deyildi. Mustamlaka kuchları fikirlərini kuzatib turdi. Biz bolsaq fikirlərinin qiymatini bilmaymiz. Biz bir narsaning qiymatini bilmasak, butun dunyoning o narsaning qiymatini bilmaganligini ko'rsatmaydi. Biz ko'pincha hollarda fikirning ijtimoiy ta'sirini bilmay qolamiz. Biroq mustamlaka kuchlari bizga o'xshash g'ofil qolmaydi, balki o'ziga munosabatli fikrlarni kuzatib turadi. Mustamlakaning tadqiqot markazlari va elchixonalardagi madaniyat ishxonalari fikirning ijtimoiy ta'sirini va qiymatini bilganlik uchun jamiyatimizda yuz berayotgan fikrlarni kuzatib turadi. Mustamlaka o'zining siyosiy manfaatlari va qarashlarini himoya qilish uchun jamiyatdagi fikrlarni kuzatib turadi. Bununla göre özüge yakmaydigan fikirlerden qutuluş yollarını tuzub çıqıdı. Şundaqla özüge yakmaydigan fikirlerini asli nişan maqsadlarından başqa taraflarga burib etish uchun harakat qiladi. Mustamlakaning o'zini siqib qo'yayotgan muayyan fikirdan qanday qutulayotganligi va u fikrni boshqa taraflarga qanday burib etib borganligi uning fikrlarini qanchalik ko'ngil bilish ichida kuzatib turadiganligini ko'rsatib turadi. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmalaridan o'zinde. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.